Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Albatta kunni suv bilan boshladinglar degan umiddaman. Suv har birimiz suvni qaysi payt ichish kerakligini, qaysi normada taqsimlab, ya'ni qancha ichishimiz kerakligini aniqlab oldik. Endi shu sizlar bilan birgalikda bugun ozishga reja tuzamiz. Ya'ni qancha oshishimiz kerak, qaysi paytda necha kilogramm tashlashimiz kerak, bu uchun nima qilishimiz kerakligini bilib olamiz. Bu darsimizda bizga lenta kerak bo'ladi, ya'ni metr kerak bo'ladi, metr kerak bo'ladi. Menda kalkulyator yo'q ekan, shuning uchun planshet oldim va yozayotgan daftarimiz va qalammi, ruchkam farqi yo'q. O'sha kerak bo'ladi. Xo'p, qani ketdik. Bugungi mavzuyimizni oti ozishga maqsad qo'yish va rejalashtirish. Qani ketdik, boshladik. Tibbiyotda semizlikka tashxis qo'yish uchun ikkita o'lchov muhim hisoblanar ekan, ya'ni tana massa indeksi va bel aylanmasi, TMI va BA. Xo'p, massa indeksi ya'ni TMI nima degani? Bu bizani bo'yimizni vaznimizga nisbati hisoblanadi. Bel aylanmasi esa hammamizga ayon, belimizni aylanmasi. Lekin buni ham to'g'ri o'lchash kerak. To'g'ri o'lchamasangiz, bu ham noto'g'ri o'lcham chiqarishi mumkin. Bu darsimizda sizlar bilan birga to'g'ri o'lchaymiz. Xo'p, tana massa indeksini aniqlash juda ham oson. Buni maxsus formulasi bor. TMI teng M bo'lu H2. Ya'ni M bu bizani kilogrammimiz, necha kilogramm vaznimiz, H2 esa bizani bo'yimizni kvadrati. Ya'ni bu uchun mana bu lenta yordamida bo'yimizni o'lchab olishimiz kerak bo'ladi va undan keyingina formulaga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, eng oson yo'li devorga tekis turib olib, hech kimni bezovta qilmasligi uchun devorga tekis turib olib, o'lchab olamiz, bironta belgi qo'yamiz va keyin esa lenta bilan o'lchab olamiz. Agar sizda uyingizda kimdir o'lchab qo'yarsa, undan ham yaxshi. Faqatgina e'tibor bering, to'g'ri o'lcham juda ham muhim. Har bir santimetr, har bir millimetr muhim hisoblanadi, chunki formulaga qo'yiladi. Xo'p, demak bu formulada birinchi o'zim misolimda ko'rsataman sizlarga. Keyin esa ikkita misolda ko'rib chiqamiz. Ya'ni x odam 1 va x odam 2 misolida ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi o'zimni oladigan bo'lsak, meni bo'yim uzunligi 1.74. Endi shuni 1.74 ya'ni bizani bo'yimiz h bo'lgandan keyin uni 2 ga ko'paytiramiz. Bu degani kvadratini aniqlaymiz. Kvadrat hammaga ma'lum. O'sha sonni o'ziga ko'paytirish bu kvadrat hisoblanadi. Xo'p, 1.74 ko'paytiramiz 1.74 ga chiqdi. 3 butun hammasini yozamiz. 0.2 ya'ni 4 ta son chiqishi kerak. Hammasini yozamiz. Ya'ni mana 3.0276 yozib olamiz. Обязательно. Endi esa bizani vaznimiz, meni vaznim hozirgi kunda 73 kilogramm o'rtacha. 73 kilogrammni biza bo'lamiz. Ya'ni tepaga chiziq chizib, ya'ni kalkulyatorda bo'luv hisoblash, bo'luv tugmachasi bilan bo'lib olsak bo'ladi. 73 ni bo'lamiz tana massa to есть H2 ga, ya'ni bo'yimizni kvadratiga. Bo'yimni kvadrati 3.0276 chiqdi. Xo'p, endi bunda menda 24.111 yana sonlar chiqib ketdi. Birinchi ikkita soniga e'tibor beramiz. Agar 5 dan baland bo'ladigan bo'lsa, o'sha sonni qoldiramiz. Past bo'ladigan bo'lsa, o'sha sonni qoldiramiz. 5 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'pga aylantirib olamiz. Ya'ni menda 24.11 va ko'p sonlar chiqdi. Shu uchun biz 24.1 yozamiz. Xo'p, 24.1 yozdim. Endi meni tana massa indeksim 24.1. Xo'p, keyingisi endi yana bitta misolda ko'ramiz. Masalan, 80 kilogrammda 80 kilogrammli odamni insonni oladigan bo'lsak, uni bo'yini keling 1.65 qilib oladigan bo'lsak, qani ketik hisoblab ko'ramiz. Tana massa indeksini chiqarishdan oldin biza bo'yini uzunligini kvadratini topib olamiz. Xo'p, ketdik. Ya'ni biza hisoblaymiz. 1.65 dedik. 1.65 ko'paytiramiz 1.65 ga. Xo'p, undan keyin bizada chiqadi 2 butunu
2,72-25 chiqdi. Buni обязательно yozib olamiz. 2,72-25 chiqdi. Buni yozib oldik. Endi esa biza tana vaznimizni necha kilogramm deb oldik? To'g'ri, 80 deb oldik. Endi 80 ni biza nima qilamiz? Bo'lamiz. Chiqqan songa 2 butunu hammasini yozamiz. 72 va 25. Bu insonni, ya'ni X odami tana massa indeksi 29 38 47 dalshi chiqdi. Ikkita songa qaraymiz aytganimdek 29 38 ekan, 29 4 deb olamiz. 29 4. Xo'p, bu bizani X odamimizning tana massa indeksi. Bu X odamning bo'yi 1.65 edi, vazni esa 80 kilogramm edi. Endi esa yana bitta X odamning misolida ko'rib chiqamiz. Endi keling, meni vaznim bilan bir xil, lekin bo'yi farq qiladigan insonni ko'rib chiqamiz. Xo'p, shunda vaznni biz 73 kilogramm olamiz. 73 kilogramm, bo'yini esa keling 1.60 qilib olamiz. Xo'p, o'rtacha misolda 1.60 birinchi bo'y bilib olishimiz kerak. 1.60 ko'paytiramiz 1.60 ga. Ya'ni bo'ladi 256 chiqdi. 256 ni yozamiz va formulaga qo'yamiz. Formulamizda tana vaznini h2 ga bo'lamiz, ya'ni bo'yimizni kvadratiga bo'lamiz. Masalan, tana vaznini biz 73 kilogramm oladigan bo'lsak, bo'lamiz. Necha bo'ldi bizda? Xo'p, yozib olgandik. 2,56. Xo'p, ya'ni X odami tana massa indeksi 28,5 chiqdi. Demak, ko'ryapsiz, mani vaznim bilan bir xil, ammo bo'yi farq qiladigan insonni tana vazni har xil chiqyapti. Demak, bundan xulosa qilamizki, kilogrammlar hech narsani gapirmaydi. Ya'ni hech narsani gapirishga haqqi yo'q. Bu qolgan kriteriyalarga ham to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, keyingisi tana massa indeksimizni bilib oldik. Hozir endi bizada ekraningizda tana massa indeksi formulasi chiqadi. Tana massa indeksini formulasida aniqlab oldik. Endi esa buni normativlarini ko'rib chiqamiz. Hozir ekraningizda chiqadi. Agar sizda tana massa indeksingiz 18.5 chiqadigan bo'lsa, sizda hech qanaqa semizlik yo'q, sizda nabarot ozg'inlik bor. Sizga ozgina kilogrammlik kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 18.5 dan boshlab 25 gacha bo'ladigan bo'lsa, bu normal vestasiz, ya'ni hisoblanmaysiz. Agarda sizni tana massa indeksingiz 25 dan 29.9 gacha bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha vazningiz bor. Ya'ni sizda qutulishingiz kerak bo'lgan yukingiz bor. Agar sizning tana massa indeksingiz 30 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizda semizlik kuzatiladi va zudlik bilan bu kilogrammlarni yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Bu bizning sog'lig'imizga qattiq ta'sir qiladi.